6 metrlik chuqur degani Gentra'dan ham katta degani. O'rtoqlar, bugun videoni dahshatli bo'ladi. Bilasizlar, chuqurdan ham, politsiyadan ham, даже arodan ham test drive qilib sizlarga ko'rsatganmiz, lekin bunaqasi bo'lmagan. 70 tezlikda undan ham battar yo'llarda sizlarga test drive qilib usulini hadoyi ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha kuzatamiz. Chuqurlarni cho'nqirligini o'lchaymiz. Yer sathi bilan salkam 40 bo'lyapti. 6 metrga 40 sm. Xullas 6 metrlik chuqur degani bilasizlar, Gentra'dan ham katta degani. Faqat realniy test bo'ladi. Mana ko'rdinglar, Gentra avtomobilini qanaqa yo'llarda test qilamiz. Bundan ham battar yo'llar bo'lsa, lokatsiyasini kommentariyada yozib qoldiringlar. Servis xizmatlari bo'yicha yoki usulini hadoyilar bo'yicha bemalol murojaat qilasizlar. Bundan ham qiziq videolar uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa hammasi oldinda.